ikkinchi maktab. Bu tomonda больницamiz yaqin, Kalinka, NBU hamma narsa yaqin. 3-qavatdan 2 xonalik uyimizni sotuvga qo'yib yuboramiz. Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon sayl obunachilari, bugun sizlarga 3-qavatdan 2 xonalik uyimizni 3, 16, 25-xonadonni sotuvga qo'yamiz. Kirishinglar bilan mebellari bor, qoldiriladi. Gilamlari ham yangi ekan. Remontlari yaxshi qilingan. Sanuzellarini ko'rib o'tamiz. Sanuzellari ko'rishingiz mumkin. Ipoteka naqd xarid qilishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqib, o'zimiz ham ipoteka xizmatimiz bor. Bu birinchi xonasi, mebellar qilingan, bolalar uchun. Bu tomonda ham shkaflar qilingan, narsalari bor. Xonadonimiz narxini 310 millionga qo'yib yuboramiz. Bu yoqda gilam, parda, hamma narsa mebellari qoladi. Bitovoy texnikalarini, холодильник, televizor, kirish mashinalarini olib ketishar ekan. Bu tomonda ikkinchi xonamiz, kattagina. Balkonlarni ko'rishingiz mumkin. Oldi, orqa akfa qilingan, tapchanlari. Tapchanlar ham qilingan. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Zarafshon sayl obunachilari uchun 2 xonalik uyimiz, konditsioner ham qoladi.